7:30 bo'ldi soat. Qabristonga keldim. Tog'am borlar, ayalari, dadalari hamda xolam o'g'illari Sobit bor bu yerda. Toshdemirov Fayzulla Abdurahmon o'g'li. 52-yil, 2005-yil, 28-yanvar aka. Sobitnikini topolmadim to'g'risi. Lekin o'tgan safar kirganimizda Ulug'bek olib borgan edi, mana shu yerda, shu tomonda edi. Esladim, tog'amniki o'sha yoqda. Sobitnikini topolmadim. Lekin tepasiga borib o'qimasam ham bag'da turib Qur'on o'qib qo'ydim. Albatta yetib borsin. Alloh qabul qilsin. Shu joyda yotganlarni joyini jannat bog'chasidan bir bog'cha qilsin. Yotgan joyini nurga to'ldirsin. Oxirati obod bo'lsin. Jamiki mo'min musulmonlardi. Yettidan 40 minut o'tibdi. Mayli, salomat bo'linglar. Opoqimiki mana shu tomondan kiralar, mana shu yerda. Mana shu binoning orqasi.